ular ham, biz ham umidvor bo'lishligimiz uchun agarda kimda kim bir qushni, kabutarni, bir rivoyatda kabutar deyilsa, u odatda o'sha kakilik qushi deyilibdi. Chunki u kakilik qushi doimo tuxumini yerga qo'yadi. Kakilik qushi bu daraxtda uy qilib qurmas ekan, o'zini uyini qurib, u yerga tuxum qurmas ekan. O'zini ochadigan polaponlarni yerda. Shuning uchun ham payg'ambar alayhissalatu vasallam bir kakilikni uyasini miqdorida qarang, u nima bo'ladi? Bo'lsa mana uni kattaligidek bo'ladi. Bir kosani kattaligidek. Agarda kimda kim masjidga bir kakilikni uyasi tuxum qo'yadigan, o'zi yashaydigan uyasini miqdorida bir mol dunyosini tiksa, falahul qasr dedilar. Uning uchun ham qasr dedilar. Bu Rasulullohning marhamatlari edi. Butun olamlarga rahmat qilib yuborilgan payg'ambar alayhissalatu vasallam bir g'ish qo'ysak ham unga ham o'zlari, so'zlari la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. U zot hech qachon vahiydan so'ylamaydilar. Bir gapni, ya'ni havodan so'ylab, havodan gapirmaydilar. In huwa illa wahyun yuha. Faqat aytgan so'zlari u vahiydan, Alloh taolodandir. Man bana lillahi masjidan banallohu lahu baytan fil jannah dedilar. Kimda kim Alloh uchun yer yuzida shunday bir bayt, uy quradigan bo'lsa, Alloh u uchun jannatda qasr quradi. Siz biling, nafaqat jannatga kirar ekansiz. Masjid qurgan inson bilsin, quvonsin, birinchidan u jannatga kiryapti. Ikkinchidan u jannatga kirgan paytida masjidni qurganligini sababidan qasrini Allohning huzurida topadi.